Yangi mashina olib qo'yganmiz akalar. Qanaqa mashinaligini bilib bo'lgan. Shu darajada yangiki. Endi bir narsa sabab bo'ladi. Bu holat bo'lishiga sabab zashtni yo'ligi deymizda endi. Korobkalarini tushirib olganmiz mana. Svarkalarini qilib, tekshirib, atiga 4000 kilometr yurgan 12 mashinamiz ekan. Masla. Endi nima desam bo'ladi? Hali mashinaga mehr qo'ymagan odamni mashinasi ham shu holat bo'lsa ozgina ichi shu yangi mashina degan narsa bo'ladi. Hammasi Allohdan. Pulga hal bo'ladigan ishlar bular. Muammo yo'q. Qilib, zavod qilib shu joylaridan yog' oqish u yoqda tursin, namlanmaydigan qilib qo'yib beraman. O'zingizlarda ehtiyot bo'linglar. O'zingizlarda ehtiyot qilinglar. Imkoniyat bo'lsa, tagiga zashnik qo'yib qo'ysa shu holat bo'lmasmidi? Balki shu holat bo'lib, ustaxonamizda turgani ham balki bitta yaxshilikkadir. Shu kuzatishda davom etib, bitta like bosib qo'ysanglar bu.